2026-yil 15-fevral shunaqa joyda ov qildik. Natija yomon emas, inshaalloh. Mana qarmoqlarimiz turibdi. Kimdir musor tashlabdi bori. Suvga musor tashlashmasa-da. Shunaqa joyda o'tirib ov qilyapmiz mana. Natija bor, Xudoga shukr. 15-fevral kuni bo'layotgan natijalarimizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita. Mana ikkita natija. Mana bugungi natijamiz. Shu musor tashlashmaganmidi deyapman. Musor qilib tashlashadi suvga. Natijalarimiz mana. Shunaqa joyda ov bo'ldi mana. Ikkita natijamiz. Inshaalloh nasib qilgani shu bo'ldi.